Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugungi darsimizda minnatdorchilik xati qanday yozilishi haqida so'zlashib o'tamiz. Minnatdorchilik xatini siz biror inson, tashkilot va korxona qilgan yaxshi ishi yoki ko'rsatgan qoniqarli xizmati uchun o'zingizni tashakkuringizni izhor etib yozadigan xatingizdir. Ya'ni siz minnatdorchilik xatini biror bir insondan biror bir yaxshilik ko'rgan bo'lsangiz yoki tashkilot yoki korxonasiga yaxshi xizmat ko'rsatgan bo'lsa yoki juda yaxshi mahsulot yetkazib bergan bo'lsa va siz qoniqish hosil qilsangiz, endi siz o'zingizni tashakkuringizni izhor etib yozadigan xatingiz minnatdorchilik xati hisoblanar ekan. Endi imtihonda turli xil holatlar bo'yicha tashakkur xati yozish so'raladi, ya'ni minnatdorchilik xati yozish so'raladi. Xat shartida siz bu xizmatdan xursand bo'ldingiz, xursandchiligingizni bo'lishing yoki uniga rahmat ayting shaklidagi gaplar kelishi sizga aynan shu minnatdorchilik xati yozishingiz kerakligini ifodalab turadi. Minnatdorchilik xatiga namunaviy topshiriq ko'ramiz. Misol uchun, annaka talaqqayta musa'adatan min sadiqik, siz do'stingizdan yordam oldingiz, fi mawqifin muhimmin va sa'bin, qiyin, muhim bir o'rinda. المطلوب منك كتابة رسالة شكر قصيرة له. unga qisqa bir rahmat xatini yozishingiz talab qilinadi. Mura'iyan at-tafasil al-asasiyya, asosiy tafsilotlarni rioya qilgan holatda fi risalatik, risolangiz davomida, xatingizda ya'ni uzkur sabab ash-shukri bi wuduhin va tafasil qasiratin hawla al-mawqif, rahmatingizni sababini va holat, sizga yordam ko'rsatgan o'sha holat atrofida qisqa tafsilotlarni ochiqlang. Ya'ni shu holat haqida gapiring. Kayfa sa'adaka hada shaxsu, bu shaxs sizga qanday yordam berdi, o'shani yo'riting. Awdahu bi ijazin ta'sir hazihi al-musa'ada alayka wa ala wad'ik, bu yordam sizga va sizning holatingizga qanday ta'sir qilganligini qisqa izohlang deyapti. Bu yerda mana shu narsalarni o'zbekchasi yozilgan. Xo'p, minnatdorchilik xatiga namunaviy javob ko'ramiz. 10-iyun al-10 iyun 2024 Toshkent, 2024 yil Toshkent. Sodiqil aziz Muhammad, aziz do'stim Muhammad deb Muhammad do'stiga yozyapti yozuvchi xatni. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu va ba'd. Salom berdi. Awaddu ham uriduni bir ko'rinish, xohlayman degan. xohlayapman degan. Awaddu vaqt abu. أود أن أعبر لك عن خالص امتناني وتقديري على الدعم الكبير الذي قدمته لي خلال الموقف الصعب الذي مررت به مؤخرا. من xohladim senga o'zimni xolis minnatdorchiligimni, imtinon degan o'zi minnatdorchiligimni, bu ham taqdir ham minnatdorchilik ma'nosida, hurmat ma'nosida, ehtirom ma'nosida, o'z minnatdorchiligimni va o'zimning ehtiromimni, xolis ehtiromni senga yo'llashni, uabbir, senga ta'bir qilishni, aytishni xohlayapman. Aladdam, ko'mak uchun, al-kabir, katta ko'mak uchun, qaysiki sen menga men yaqinda o'tgan qiyin bir vaziyatda yordam berganing uchun, men senga o'zimni minnatdorchiligimni va ehtiromimni xolis nima qilaman, ta'bir qilaman, izhor qilaman. عندما واجهت تلك التحديات في العمل وكنت في حالة من التوتر وقلق بسبب أنني كنت مسؤولا عن تقديم مشروع العمل الذي كان يلعب دورا مهما في التعاون مع الشركة الأجنبية. خب muammolarga yo'liqqan vaqtimda, ishda muammolarga yo'liqqan vaqtimda va kuntu fi halatin min at-tawattur, men asab va bir qaloqda xavotir holatida edim. Sababi men ish loyihasini taqdim qilishga mas'ul edim. Qanday ish loyihasiki, u ajnabiy shirkat bilan hamkorlik o'rnatishda juda ham muhim o'rin o'ynardi. Va ma'a anna al-vaqta kana dayiqan, va shu bilan birga vaqt ham ziq edi, tor edi, kam edi. Lam tansa al-wuqufa bi janibi, lam ansa bo'lish kerak edi shu. Mana shu tansa bo'lib qolibdi. Lam ansa wuqufa bi janibi, yonimda turganingni unutmayman. Va musa'adati lil xuruj min hadha al-mawqif as-sa'b, va bu qiyin vaziyatdan meni chiqarib yuborishga yordam berganingni unutmayman hech qachon. Atazakkaru jayyidan, juda yaxshi eslayman. Kayfa kunta tastami'u ilayya bi sabrin, meni qanday sabrlilik bilan eshitganingni juda yaxshi eslayman. Va tuqaddimu li nasoih amaliyya va mufida,
ساعدتني على اتخاذ القرارات الصحيحة va menga to'g'ri qarorlar qabul qilishimga va to'g'ri qarorlarni tutishimga yordam bergan foydali va amaliy nasihatlarni taqdim qilganingni juda yaxshi eslayman. لقد كانت نصائحك وأفكارك مفيدة. Sening nasihatlaring va fikrlaring juda foydali bo'ldi. وساعدتني على تجاوز تلك الفترات بالنجاح. Va bu damlarni muvaffaqiyat bilan o'tib ketishimga yordam berdi. أعتقد أنني لم أكن قادرا على التغلب على تلك الصعوبات لولا وجودك بجانبي. Men albatta ishonamanki, men mana shu qiyinchiliklardan g'olib bo'la olmas edim agar sen yonimda bo'lmaganingda. لم تكن مساعدتك مقتصرة على النصائح فقط. Sen yordaming faqat nasihatlar bilan cheklanib qolgan emas. Bal aydan da'amtani ma'naviyan, balki men ma'naviy ham menga ko'mak berdi. مما أعطاني دافعا كبيرا. qandayki mimma degani bu narsa, mimma ya'niki deb tarjima qilamiz, ya'niki menga ulkan bir katta bir motivatsiya, dafi turtki berdiki listimror va muvajahat as-su'ubat bi thiqatin akbar, ya'ni davom etishga va qiyinchiliklarga yanada ulkan ishonch bilan yuzlanishga menga katta bir turtki berdi, motivatsiya berdi. بفضل مساعدتك استطعت تقديم مشروع العمل في الموعد المحدد وبجودة عالية. Sening yordaming sabab men ish uchun loyihani belgilangan muddatda yuqori sifatda topshirishga erishdim. الأمر الذي نال استحسان المديرين وزملائي في الفريق. Va ish esa mudirni va jamoadagi hamkasblarni maqtovlariga sazovor bo'ldi. لا أستطيع أن أصف لك مدى التأثير الإيجابي الذي تركته مساعدتك في حياتي العملية والشخصية. Men ijobiy ta'sirni, ya'ni sening yordaming meni amaliy va shaxsiy hayotimda qoldirgan ta'sir ko'lamini, ijobiy ta'sir ko'lamini sifatlay olmayman. لقد تعلمت منك الكثير عن قيمة الصداقة حقيقية في حياة الإنسان. Men sendan juda ko'p narsani o'rgandim. Insonni hayotidagi do'stlikning haqiqiy qiymati nimada ekanligini men sendan o'rgandim, juda ko'p narsasini. Shukron laka min kulli qalbi. Chin qalbimdan rahmat aytaman. Atamanna laka dawaman najah va tawfiq fi hayotik. Va seni hayotingda davomiy muvaffaqiyat va omad tilayman. آمل أن أتمكن من رد الجميل لك يوما ما. va bir kun kelib senga chiroyli qaytarish qilishga erishaman deb umid qilib, مع خالص التحيات وتقديري, xolis salomlarim va ehtiromlarim bilan Xolid deb yozyapti. Va minnatdorchilik xati uchun qanaqa iboralar ishlatamiz? Masalan, kirishda salomlashishda mana bu azizi, assalomu alaykum yoki ila ash-shakhs al-aziz deb yozishimiz mumkin ekan. Minnatdorchilikni izhor qilishda qanday iboralarni ifodalaymiz? Masalan, awaddu an u'abbir an xolis shukri va imtinani laka liannaka deb. Xolis rahmatim va minnatdorchiligimni sizga izhor qilaman, chunki siz deb gapimni davom ettiramiz. La astati'u an u'abbir an muddat imtinani li. Biror bir narsa uchun minnatdorchiligimni ko'lamini ta'riflay olmayman. Ashkuruka min a'maqi qalbi ala. Chin qalbimdan biror bir narsa uchun rahmat aytaman. Ana mumtannun jiddan laka ala. Men juda minnatdorman. Hokazo iboralarni ishlatishimiz mumkin ekan. Yordamni tafsilotlarni yoritish uchun iboralar ishlatamiz. Masalan, indama wajjahtu tilka su'ubat fi, masalan, biror bir mavqifni o'rinni yozasizlar. Kuntu daiman bi janibi deysiz. Masalan, doim yonimda eding. Mana shunaqa qiyinchiliklarga mana shu o'rinda yo'liqqanimda buni o'zingiz yozasiz. Sen doim yonimda bo'lganding. وقد قدمت لي دعما لا يقدر بثمن عندما كنت بحاجة ماسة إلى. biror bir narsaga juda ham sezilarli hojatda bo'lib turgan, ehtiyojda bo'lib turganimda seni yordaming hech qanaqa, sen bergan yordaming hech bir qiymatga teng emas debdi. Biror bir narsa o'ta muhtoj bo'lib turganimda sen taqdim qilgan ko'mak hech bir pulga tenglashtirib bo'lmaydi degan iboralar bilan ham nima qilishimiz kerak ekan, foydalanishimiz mumkin ekan. Mana bu yerda iboralar bor. Ular o'zimizga mosini yodlab olib xatlarimizni ishlatamiz. Yordamni ta'sirini ifodalash uchun iboralar. Masalan, sen muvaffaqiyat yoki maqsad yoziladi o'sha yerga. Sen sababli shunaqa muvaffaqiyatli amalga oshirdim. Misol uchun, bifadlika istato'dan uhaqqiqa. Masalan, shu amalga oshirdim biror bir narsani muvaffaqiyat bilan. Laqad a'tatni musa'adatuk daf'atan qawiyatan limuwajahati tahaddiyat bi thiqatin akbar. Sening yordaming menga qiyinchiliklarda yanada kattaroq ishonch bilan yuzlanish uchun motivatsiya berdi deb nima qilishimiz mumkin ekan? Yozishimiz mumkin ekan. Va qolganlarni yakunlash va duo qilamiz. Masalan, as'alulloh an yajziyaka kulla khayrin ala ma fa'altuhu min ajli. Men uchun qilgan ishingiz sababidan Alloh sizni barcha yaxshiliklar bilan mukofotlasin degan ma'noda yozishimiz mumkin ekan. Va boshqa
variantlarini ham yozib, xatimizni oxirida masalan salomlarim bilan, eng pok salomlarim bilan, xolis rahmatim va minnatdorchiligim bilan degan ma'noda tugatishimiz mumkin ekan. Xo'p, minnatdorchilik xati shunday yoziladi. Keyingi darslarimizda ham boshqa xat turlarini haqida batafsil gaplashamiz. Hozircha berilgan vazifalarni bajarishga, xat yozishga harakat qilaylik. Ko'proq amaliyotda qo'llash xatni yozishni osonlashtiradi. Ko'proq yozamiz. Ya'ni xatga berilgan topshiriqqa o'zingiz uyda daftaringizga yozishga harakat qiling va bu sizni fikrlashingizni ham va o'zingizdagi so'z boyliklarini ishlatishni ham yordam beradi. Ya'ni sizdagi leksik boylikdagi so'zlarni amaliy ishlatishda ham xat yozishlar yordam berar ekan. Grammatikalarga ham ahamiyat bering yozish jarayonida. So'zlar ko'proq murakkab gaplar bilan, qo'shma gaplar bilan tuzilishga ham ahamiyat bering. Fi amanillah, ilal liqo'il qarib.